Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? SAT Math Section Review'ni davom ettiramiz. Orqamda turgan misolni o'zi ishlab ko'ring, pauza qiling va 5 sekund ishlolsangiz, demak siz bilimingiz yaxshi. Hop, ketdik, birga ko'ramiz, tarjima qilib ishlaymiz. Which of the following equations best represents this line of best fit? Nima deyapti? Quyidagi tenglamalardan qaysi biri ko'rsatadi represents this line of best fit? Mana shu to'g'ri chiziqni. Line of best fit degani to'g'ri chiziq. Shuni tenglamasini qaysi ko'rsatadi deyapti ABCDlardan. Nima qilamiz? Ishlab o'tirish shart emas. Slope'ni, intercept pointlarni topish shart emas. Qaranglar. Birinchi navbatda javobga qaraymiz. Bizda C va D javoblar bor. Y barobar 5/2 va -5/2. Buni ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Aytaylik 5/2 faqatgina gorizontal to'g'ri chiziqdan iborat bo'ladi. -5/2 ham shunaqa. O'xshamayaptimi? Demak, bular xato. Bizda A va B qolyapti. Biri bir x, biri bir x. Faqatgina ishorada farq qilyapti. Bu holatda biz nima qilamiz? Tekshiramiz. Funksiya o'syaptimi, kamayaptimi? Eng chekka nuqtasini ushlaymiz, eng o'ng nuqtasini ushlaymiz. Chekkadan o'ngga yuramiz. Nima bo'lyapti? Funksiyamiz tepaga chiqyapti, o'syapti. O'sayotgan holatda bizni x oldimizda son, slopimiz musbat bo'lishi kerak. Demak, javobimiz A.